Assalomu alaykum qadrli YouTube muxlislari. Sog' salomat hammalaringni bugun juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Mana bugun parrandalarda endi bu kaptarlarni ham bir qo'yib qo'yay. Anaqa chiroyli kaptarlarni ham bir ko'rsatib qo'yay. Endi bizniki ham hammanikidaqa zo'r bo'lmasa ham imkon qadar yig'ilgan bir ikkita kaptarlarimiz bor. Vallerda shularni bir yengil syomka qilib oltin boshlar bor, taklan oltin boshlari, oq ekshapkalari bor, taklani. Keyin pista tumshuqlar bor. Keyin uddi taklalar bor. Keyin lahma oltin bosh taklalar bor. Endi beyda bidanalarda yurish sababi o'rmalagan bit kana tushib qolishi mumkin-ku, o'shanga o'rmalagan narsani terib yuradi bular. Shuning uchun beyga bir ikkita bidana tashab qo'yganmiz. Semirib baquvvat bo'lgandan keyin so'yib yeb boshqa yana tashab qo'yilaveradi. Do'stlar, endi kaptarlar emas, cho'jalar ko'rsatamiz. Mana do'stlar, bu cho'jalarimiz endi 20 kunmi, 25 kun bo'ldi ochib chiqqaniga. Buning ichida hashakisi ham bor, bir ikkita yapon hashaklar ham aralash. Enasi yaxshi och ekan. Mana ularni ochib chiqib siraz orqasidan kuruk bo'lganiga siraz o'shonga o'zidan ham bostirib qo'ya qoldim. Hashakni ham qo'shib. Mana bu cho'jalar martda chiqqanmidi? To'shni esimda yo'q. Martda birida chiqdim ekan. Mana o'zi xo'roz bo'lib qoldi. Pashti katta. 7 ta ochgan edi. Yo'q, 8 ta ochgan edi. Bir kishiga bittasini sotib berganmiz. Qo'llari mana. 4 tami xo'roz, 3 ta makyon chiqyapti. Buning ichida bitta shalpang'i ham bor. Mana bu shalpang makyoni ham bor. O'zimiz shalpangdan qo'yib qo'ygandim. Mana shu xo'rozlarida menimcha shalpang makyon bo'lsa kerak yotgan. Bilga zotlar oz menda, hozir aydabeyga berib berganman, xudo xolasa. Ularni ham olib kelishim kerak. Olib kelib, ularni ham xudo xolasa video qilib chiqaraman. Bilga zotlar mana shu kalsoni bolasini, shu kalson nevaralarida. Ana bitta shu sal biraglashib qolgan, bolasi qolgan o'zimda. Bah. Cho'jalarimiz. Bular pista tumshuqni ham qaranglar, o'ta kalta pista tumshuq. Bular u video qilishdan maqsad sotish emas, prosta shunchaki tomoshaga. Shunchaki tomoshaga yengil video qilib qo'yibman. 4 ta xo'roz, 3 ta makyonmikan yo 5 ta xo'roz, 2 ta makyonmikan? Qo'shnisini bilmay turibman endi. Ajrab bo'lar. Bitta mana bu kalsoni hamtana makyoni bu. O makyonlar ham kuruk bo'lib yotverdi, ayda bitta ikkita tuxumni bosib yotibdi. Bu ona xo'roz shuni haligisi. Bolasi bu katta partiyasi. Sal biragroq. Ammo zotqa so'raganlarga gaplashaveramiz. Kalsoni rodnoy bolasi. Zotga so'raganlarga. Chempion kalsoni rodnoy. Sifati ham bir xil, просто sal biragroq ana.
Andaq yuradi. Bu urushib birak bo'lib ketgan. 5 kiloli bilan urushib qopti. Kichkina ulim bir kun kelsam shat chiqarib beribdi. Davrada o'ynab yurgan xo'roz bilan bu yangi chaqirgan cho'ja urushib qolib bir-birini birak qilib tashagan. Ash ena bola o'zi asli, ikkosi ena bola bo'lar. Endi buni oyog'i sinib qolganiga tashqarida yursa yaxshi bo'ladi deb tashqariga qo'yib berganman-da. Makon bo'lsa uradi. Mana to'llari ham kalso faqat. Prosta shundaqacha oqsoqlab yuribdi. Zotqa so'raganga gaplashaveramiz. Mana oyoqlari ham shu balchiq oyoq, kvadratli oyoq. Tururchak. Shunaqa do'stlar, bu katta o'ynab davrada ikkita yutgan xo'rozim bilan urushib qolib uyda. Hollarni sindirib, o'shanda oyog'ini sinib qolgan ekan, jarohat yetib qolgan ekan. Shunga biraklashib qolgan oyog'i. Ammo o'zi sog'lom mana. Ko'zlari mana chag'ir, haqiqiy kalsoni o'zi. Ko'zlari ham chag'ir ko'z. To'n ham otani o'zi mana. Oyoqlar kvadrat. Prosta o'zi birak. Aslida sal oqsoqlab yuradi ana. Ammo zot olsa bo'laveradi. Yugurib. To'g'riq shukruk bo'lardi. Mana shu hozir kurkub qopti. Turklar 4,5 kiloli makon bashi. Xo'rozdan ham ketdi. Shunaqa do'stlar. Videolar yoqayotgan bo'lsa like bosib, kommentga zo'r deb yozib ketsalar bo'laveradi. Sog' bo'linglar do'stlarim. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha